Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan bir emas, ikkita qurilmaning tuzilishini va qanday ishlashini o'rganamiz. Relé va karnay. Keling, avval elektrotexnikaning yuragida joylashgan relé bilan tanishamiz. Yaratilganiga bir asrdan oshgan bo'lsa ham, hali hamon texnika sohasida muhim o'rin tutadi. Relé qurilmasi nima uchun kerak? Keling, siz bilan mana shu savollarga javob beramiz. Relé asosan kichik tok bilan katta tokni boshqarish qurilmasidir. Masalan, xonadagi lampani xonadan chiqmasdan turib yoqishingiz mumkin. Qisqa qilib aytganda, kichkina kuch katta ishni bajaradi. Xo'p, u aslida qanday ishlaydi? Hozirgi kunda relé turli xil ko'rinishlarda va turli xil maqsadlarda ishlab chiqariladi. Keling, sizlar bilan shularning bir nechtasini ko'rib chiqaylik. Avval aytganimizdek, relé kichik tok bilan katta toklarni boshqarishga mo'ljallangan qurilmadir. Keling, uning ishlashini quyidagi tasvirlar orqali o'rganamiz. Ko'rib turganingizdek, relé ikki qismdan iborat. Birinchi qismiga kichik tok berganimizda, bu g'altak orqali tok o'ta boshlaydi. Natijada bu g'altak elektromagnitga aylanadi va yuqoridagi qism, ya'ni yakarni o'ziga tortadi. Ikkinchi qismdagi zanjir ulanadi. Bu ikkinchi qismdagi zanjir esa katta kuchlanishga mo'ljallangan qandaydir qurilmaga ulangan bo'lishi mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, keling, sizlar bilan relé zanjirini yig'ishni quyidagi dastur orqali amalga oshiramiz. Mana reléni joylashtirib oldik. Endi ikki xil manbadan foydalanamiz. Aytaylik, ulardan biri katta kuchlanishga, ikkinchisi esa kichik kuchlanishga mo'ljallangan bo'lsin. Endi esa biz g'altakni manba bilan ulaymiz. Mana kalitni ulab oldik. Endi reléning yuqori qismini yig'amiz. Aytaylik, bu yerda lampochka bo'lsin. Mana lampochka. Lampochkaning reléning mana bu qismiga ulaymiz. Buning uchun bizga qo'shimcha sim kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, agar biz kalitni o'chirsak, lampamiz o'chadi. Kalitni yoqqanimizda esa g'altak elektromagnitga aylanadi va yuqoridagi qismni, ya'ni yakarni o'ziga tortadi.
Natijada yuqoridagi zanjir ishga tushadi. Biz har kuni ko'radigan va eshitadigan, ishlashini esa ko'pchilik bilmaydigan yana bir qurilma karnay haqida gaplashamiz. Karnaylar qanday ovoz chiqaradi? Karnaylar asosan dinamik motor va diafragma, ya'ni konusdan iborat. Tovush g'altagi va magnit birgalikda dinamik motorni hosil qiladi. Tovush g'altagi ko'p marta o'ralgan ingichka mis simdan iborat. Elektr mis orqali oqqanda o'ramlar tabiiy magnit maydonni hosil qiladi. Bu hodisa elektromagnitni yaratadi. Berilgan elektr tokining o'zgartirilishi orqali elektromagnitning qutblarini, magnit intensivligini o'zgartirish mumkin. Uni darhol kuchliroq va zaifroq, teskari yo'naltirish yoki butunlay o'chirish mumkin. Tovush g'altagini doimiy magnit o'rab oladi. Murakkab elektr signali tovush g'altagi orqali oqib o'tadi. Bu uning harakatlanishiga olib keladi. G'altak magnit maydoni doimiy magnitning maydoniga nisbatan itarilib va tortilganda oldinga va orqaga harakatlanadi. Konus va osma qism. Konus dinamikning old tomonidagi keng plastinkaga o'xshash qismi. Osma qism, ya'ni elastik halqa, tashqi elastik halqa va ichki elastik tayanchdan iborat bo'lgan qism. Tashqi elastik halqa konusni ramkaga biriktirib turadi, oldinga, orqaga harakatini ta'minlaydi. Ichki elastik tayanch esa konus ichki qismida o'ram sim atrofida joylashgan to'lqinsimon matoli diskdir. Chang qopqog'i, ya'ni markaziy qopqoq. Konus o'rtasidagi kichik gumbazsimon qopqoq ichkariga chang tushishidan saqlaydi. Ba'zi dinamiklarda yuqori chastotali tovushlarni yaxshilashi mumkin. Moslashuvchi ulovchi simlar. Konus ustida ko'rinib turadigan ingichka egiluvchan simlardir. Tashqi kontaktlardan ichkaridagi o'ram simga tok olib boradi. G'altak harakatlangani uchun unga ulangan membrana ham oldinga va orqaga tez-tez harakat qiladi. Membrana havoni tebratadi. Havo elastik muhit. Karnay havo molekulalarini itaradi va tortadi. Bu esa ularni domino effekti bilan bir-birlariga urilib ketishiga olib keladi. Bu to'lqin quloq pardangizga yetib boradi va uni harakatga keltiradi. Bu esa miyangizga signal yuboradi. Tovush sifatida talqin qiladi, hatto eshitish, shunchaki harakatni aniqlash deyish mumkin. Havo orqali kuchliroq to'lqinlar yuboriladi. Tovush to'lqinining itarish kuchi uning amplitudasidir. Ovoz balandligini oshirganimizda karnay kuchliroq bosadi. Amplitudasi, ya'ni tovush qattiqligi oshadi. Tovushning qanchalar ingichka va yo'g'onligi chastotasi orqali belgilanadi. Сигнал готов к подключению Bluetooth устройства. Устройство отключено. Telefonimizga musiqa qo'ysak tovush chiqadi. Qanday qilib oddiy elektr signali tovushga aylanadi? Keling, shu savollarga javob beraylik. Musiqa yoki video telefon ichida raqamli signal, ya'ni 0 va 1lar ko'rinishida saqlanadi. Bu signal protsessor tomonidan qayta ishlanadi. Bluetooth bu qisqa masofali radio aloqa texnologiyasi. Telefon Bluetoothni yoqadi, karnay bilan juftlashadi. Telefon tovushni siqilgan raqamli audio paketlar ko'rinishida uzatadi. Bu signal 2.4 GHz chastotadagi radio to'lqin orqali havodan karnayga boradi. Bu yerda hali elektr toki sim orqali o'tmaydi. Bu radio to'lqin. Bluetooth qabul qilgich modul radio to'lqinni qabul qiladi. Ichki DAC raqamli signalni analog elektr signalga aylantiradi. Kuchaytirgich
signalni kuchaytiradi. Dinamik motor, ya'ni g'altak, magnit va membranadan iborat qism. Bu elektr signalni mexanik tebranishga aylantiradi. Analog elektr signal dinamik ichidagi g'altakdan tok o'tkazadi, magnit maydon bilan o'zaro ta'sirlashadi, membrana oldinga orqaga tebranadi, havoda bosim to'lqinlari hosil bo'ladi. Biz uni tovush sifatida eshitamiz.